Sirdaryoda fuqarolardan biri firibgarlarning Telegramdan yuborgan APK faylini ochib, plastik kartasidagi 55 million so'mdan ortiq pullardan ayrildi. Agar shu ilovani o'rnatganida 55 million puldan ayrilmagan bo'lardilar. O'zi bu ilova qanaqa ishlaydi? Mana o'sha hammani kuydirgan APK virusi, qaranglar. Ustiga bosyapman, o'rnatish, ilova ochildi, ochish tugmasini bosilgan. Bu yoqda Play Project ham himoya qiladi, lekin biz mana rad etishni bosyapmiz. Yangilanish. Xo'p. Tepada ko'rgan bo'lsanglar, xavfli dastur aniqlandi deb ruxsat berish, o'rnatish, yana ogohlantirish beradi, ya'ni Play Project yoqilsinmi deydi. Rad etishni bosyapmiz. Ko'rgan bo'lsanglar, mana загрузка bo'lib turibdi. Bu yoqda tepada xavfli virus aniqlandi degan ma'lumot berdi. Ya'ni boyagi ilova sizni ogohlantiradi. Bu ilovani o'rnatib oladigan bo'lsangiz, sizga kelgan APK viruslar, virusli silkalarni o'rnatmoqchi bo'lsangiz, ruxsat bermaydi, ogohlantiradi. Ilova Play Marketda bor, shunaqa muhim ma'lumotlarni berib boraman. Obuna bo'lib qo'ying.